navbatdag'ini bir shirkatning tor bekiti. Bu Qutlug'bay xalqaro savdo shirkati. Buningda shirkatningki asli planida shirkat betiga qo'shimcha qolganlarga mahsulot betlari, masalan, har xil mahsulotlar, o'zining markasidagi mahsulotlar, grim buyumlari, zinnat buyumlari, dora, kiyim-kechak degandek narsalarni ayrim-ayrim ilishim deyilgan. Hem bu turlarni olsak, masalan, kiyim-kechak deb olsak, uning yana bir qancha kichik turi bo'ladi. Masalan, bolalar kiyimlarimi, yoki o'zining markasidagi kiyimlarmi, yoki chetdan import qilgan kiyimlarmi degandek. Doğrunu alsak, masalan, qaysi tipdagi dori ekanligi to'g'risida bir qancha tur bo'ladi. Men shuni faraz qilib, har bir turga 4 dan qo'shimcha tur qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Albatta uni o'zi keyin sonliq ma'lumotdan birdan ko'paysa bo'ladi. Hamma sonliq ma'lumotdan bir bilan qilishga tegishli bo'ladi. Men faqat bu yerda mushu tur bekatning o'zini qanday qilmoqchi, sizlarga ishlash jarayonidagi jQuery'ni qanday qo'llanganligim to'g'risidagi darslarni so'zlamoqchi. Mening maqsadim shirkat degan tur besilgan vaqtida bu o'rinda shirkatga munosabatli eng yangi xabar, ondan keyin uning 4 turi, doğru munosabatlikni boshqa vaqtimda doğruga yangi kirgizgan doğrumu yoki qaysi xil doğru munosabatlik eng yangi xabar, uning doğruning 4 turi, hozirgi eng ko'p ko'rilayotgan 4 turi bo'lamdi yoki shunga o'xshash chiqarmoqchi maqsadim. Davgandan keyin men bu yerga programmada passive deydigan bir div qurib qo'ydim. Tur deganning ichiga passive deydigan bir div qurib qo'ydim. Shuning bilan birga ostiga qanday qildim? Fiat deganning ichiga turlarni qo'shib qo'ydim. Masalan, buni ko'paytirib olsam bo'ldi, keyin sonliq ma'lumotdan bir ko'paytirdi albatta. Harakatchan programma bilan. Mening maqsadim hozir mushu narsalarni, ya'ni asos divini, Fiat degan divini qanday qilgan vaqtida shu yuqoridagisiningki chekilishiga moslashtirish. Bu yerdagining chekilishiga moslashtirish. Buning uchun men batning ustida shirkat deydigan turning qishiga yana program orqali mushaga 5 dona tur qo'shman. Buni aslida men qo'shib qo'ygan, mushaga saqlab qo'ydim. Shirkat, mahsulot, kiyim, dora turlar, ya'ni boshqa turlar. Bundan boshqa zinnat va yoki shunga o'xshash har xil grim buyumlar va degandeklarni turlarni ichiga qo'shib olsam bo'ldi yoki o'zining mahsulot, o'zining markasida ishlagan narsalar bo'lsa, buni ichiga qo'shib olsa bo'ladi, qo'shimcha qilib degandek. Buni saqlab etgandan keyin endi Fiatnimi bütün ishchilik narsalar bilan Fiat degan divini ko'paytirdim. Buni o'xshashlan hech qanday o'zgartirish kirgizmasdan ichiga 1 2 3 4 tane ko'paytirdim. Bularni saqlab etdim. Saqlab etgandan keyin batninki asli programmasini ko'rib boqay. Yangilasam bu yerga shirkat, mahsulot, kiyim, dora, turlar degan program chiqdi. Bu yerga 1 dona, 2 dona, 3 dona, 4 dona, 5 dona Fiat deydigan div chiqdi. Chiqqandan keyin men buni rasmlarini o'zgartirib qo'yay. Hammasiniki 010101 bo'libdi. Men buningki ikkinchisidan boshlab 11 12 13 14 olsun. Mana shunday olsun. O'xshash tur bo'yicha 3 olsun. Mana 3 olsun, mana 3 olsun, mana 3 olsun. Mana 4 qilib qo'yaylik. 4 qilganning yoqib batni saqlab etdim, saqlab etib, batninki asli programmasini ko'rib boqaman. Bassam hozir mana ikkinchi turdan keyingi oxirgidan boshlab rasmlar chiqmadi. Bu chiqmasa mayli, bu chiqmay tursin. Biz buni ilk shunday chiqmagan rasmlarni qanday bir taraf qilganligimizni ko'rsatdim. Endi men shu butun batga jQuery programmasi yozdim. jQuery programmasi yozgan vaqtimda shirkat degan turni bassam, uning munosabatli tur va yangi xabar, mahsulotni bassam, uning munosabatli tur va yangi xabar, kiyim-kechak hamisiga qaysini bassam, shuning munosabatli yangi tur yoki xabar chiqishi kerak. Endi batning umum qurilmasini mushkil shaklda loyilab bo'ldim. Bundan keyin bizga faqat qoladigani jQuery programmasi yozish bo'ldi. Shunga men bu yerga jQuery ning programmasini bu yerga yozdim. jQuery ning programmasini yozgan vaqtida script shaklda mushning ichiga yozman. Batni saqlab etdim.